Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz implant turlari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bemorlarimiz bizdan so'rashadi, menga qaysi implant mos tushadi? Shu videoda men sizlarga implant turlari qanaqa ekanligi va qanaqa implant turlari borligi, nima ishlatilishini hammasini tushuntirib beramiz. Hozirgi zamonaviy stomatologiyada implantlar asosan ikki elementdan tarkib topgan bo'ladi. Titan va sirkoniy implantlar mavjud. Implantlarda ishlatiladigan titan elementi yengil va biologik mos metal. Buni organizm, odam organizmi begona jism sifatida chiqarib tashlamaydi. Allergiya berish ehtimoli kam, zanglashga ham chidamli va juda mustahkam. Keramik sirkoniy implantlar bilan titanoviy implantlarni solishtirganda, sirkoniy implantlarda suyak bilan bog'lanishi, osteointegratsiyasi titanoviy implantlarga nisbatan sekinroq bo'ladi. Implantlarning narxi brendiga qarab albatta belgilanadi. Va uni xususiyatlari, masalan, implantni o'zini, har bitta implant kompaniyalarining o'zini xususiyatlari bor. O'zini katalogini beradi, masalan, uni olimlari ham ishlaganda kompaniyani o'zini olimlari bo'ladi, masalan, odamlarda yoki sinab ko'rishgan, qanchada qotadi, qanaqa effekt, qanaqa bosimni qanaqa tarqatadi, hammasi ko'rib chiqilgan. O'sha ba'zi elementarniy narsalari bor, implant vrach tushunadigan elementar narsalar. To'g'ri, brend ham rol bajaradi, lekin asosiy rolni u emas, brend emas, u implantning sifati va vrachni qo'yish mahorati. Masalan, oddiy implant bo'lsa ham, yaxshi qo'yilgan implant butun umr xizmat qilib beradi og'iz bo'shlig'ida. An'anaviy implantatsiyada bo'ladigan bo'lsa, an'anaviy implantatsiyada tish tortiladi, tortilgandan so'ng 3 oy yoki 6 oy davomida kutiladi joy bitishini va o'rnida bitgandan keyin implantatsiya qilinadi va usti zaglushka deydi, zaglushka bilan yopiladi va yana 3 oy kutiladi implant qotishini va implant suyak osteointegratsiya bo'lgandan keyin ochiladi-yu formirovatel qo'yiladi. Formirovatel degani o'sha milk shakllantiruvchi deydi. U qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin 2 hafta yoki 3 hafta kutiladi-da, keyin razmer olinadi tishga. Bu an'anaviy implantatsiya jarayoni. Hozirgi zamonaviy implantatsiyada tish olinadi, joyga tagi yaxshi tozalanadi, tozalangandan keyin joyiga implant qilinadi. Уже сразу formik etapi. Agar bittalik yoki ikkitalik implantatsiya bo'ladigan bo'lsa, sразу formik etap qilinadi. Formik degani formirovatsiya, milk shakllantiruvchi sразу qo'yib yuboriladi. Ham tish tortilibdi, ham implant qo'yilibdi, ham formik qo'yilibdi. Уже bu yoqda biza 4 oy yoki 5 oy yutamiz vaqtdan. Shuncha vaqtdan yutiladi. Keyin qo'yilgandan keyin 2 oy, 2,5 oy, 3 oygacha keyin razmer olib tishi qo'yiladi ustida. Zararli emas. U to'liq diagnostika qilingandan keyin, masalan, qaysidir patsientlarga sразу qilinadi, kimgadir sразу bo'lmaydi. Yeringlash juda katta bo'ladigan bo'lsa, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi juda yomon bo'ladigan bo'lsa va o'sha masalan, suyak yetarli bo'lmasa vrachga, bular qilinmaydi. Masalan, bizda shunaqa vaziyat bo'ldi, yaqinda bo'ldi. Bemorimiz bizni Instagramdan ko'rib kelganlar. Buxoroning boshqa yerida implantatsiya qilingan. Bemorda pastki jag'larda 4 ta implantatsiya qilingan, ustiga koronkalar hammasi qo'tirib berilgan. Implantatsiya qilingandan keyin patsient 1 oy davomida juda kuchli og'riq, davleniya, qon bosimi bilan o'zgarishlar, kompensatsiyalar olganlar, ukollar olganlar, juda kuchli og'riq bo'lgan. Shunaqa nimalar bo'lgan. Endi 1 oy davomida o'shida bunaqa kuchli og'riq bo'lgan, o'zi bemorni ham xotirasiga qoladi-da bu. Masalan, o'zi men qo'rqadi stomatologga borishga yoki o'zi implantatsiya shunaqa narsa ekan deb qo'rqishadi. Tishlar qo'yilgan, implantlar qo'yilgan, lekin 1 oy davomidagi og'riq esdan chiqarib bo'lmaydi-da uni. O'zi juda kuchli og'riq bo'lgandan, hozir esdan chiqarib bilmaylar bu og'riqlarni endi. Chunki juda azob yeganlar. Bizga murojaat qildilar, tepalarida metalokeramik tishlar bo'lgan, ildizlab sinib qolgan, metalokeramikalar o'zi singan, o'zi boshqatdan podkova qilish yoki koronka qilish iloji yo'q. Jag'larni rentgen qildik, tushuntirdik, masalan, implantatsiya shunaqa ekanligini, nechta qo'yishimni, ustiga nechta tish qo'yishimni, qaysi tishlarni olishimni, qaysi tishlarni o'rniga implant qilishimni, hammasini etap-etap tushuntirdik. Keyin u kishi aytdilar, men qo'rqaman qildirishga. O'zi nima, sizlarni Instagramdan ko'rib qoldim, keldim. Lekin qo'rqaman qilishga, yosh ekansiz deb menga aytdilar. Masalan, men aytdim, kafolat berdim u kishiga, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, pulingizni qaytarib beramiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, masalan, men qilolmasam ishimni, sizga masalan azob bersam,
yoki qo'yayotgan paytimda o'xshaydilar, menga даже ukol bo'lmaydi, hamma narsaga allergiyam bor, davleniyaning tushib ketadi deyishdi. Men aytdim, opajon, unaqa ortiqcha dori ham yozib bermayman sizga, to'g'risini aytaman. O'zlari ham eshitayotgan bo'lsalar kerak, agar Instagramdan ko'rsalar. Men ortiqcha azob bermayman sizga. Ortiqcha ukol dori yoki kalsiy dorilar xohlasangiz iching, kalsiy dori xohlamasangiz ichmang, shart emas. Faqat toza turish kerak og'iz bo'shlig'i, to bir bitta bo'lgancha 2 oy, 2,5 oy davomida toza turish kerak. Implantatsiya qilindi, sirazi formiklar qo'yildi, ikkinchi etap tortib, hamma tishlarni sirazi qildik hammasini bir vaqtga. U kishi aytdilar, birinchi bir tarafimga ikkita qo'ying, keyin bitta tarafimga qo'ying, shunaqa dedilar. Qo'rqganlaridan davleniya tushib ketadi, qo'rqganlaridan shunaqa dedilar, lekin uspakoysa qildik, ko'ndirdik, og'rimasligini, yaxshi o'tishini ko'ndirdik va ukollar qilib, tishlarni olib, qaysi tishlari, o'sha metall keramik tishlarni sinib qolgan ildizlarni olib, o'rniga implant qildik. Yaxshi, unaqa og'riq bergani yo'q. Pervaskaga keldilar, masalan, qayta ko'ruvlarga. Ipini olishimiz kerak, yaqinda bo'lgan ish. Endi implant parvarishi, masalan, og'iz bo'shlig'ini milk bo'ladi. Endi men sizga boshdan tushuntiradigan bo'lsam, implantni biz masalan suyakka qo'ydik. Ustidagi milk himoya vazifasini bajaradi. Masalan, biz to'g'ri o'rnatdi vrach implantni. Ustidagi milk kimgadir milk yupqa, kimgadir qalin, har xil bo'ladi odamlarda. Kimgadir tez bitadi, kimgadir sekin bitadi. Iloji boricha, masalan, har bitta implantatsiya yoki xirurgik muolaja o'tkazilgandan so'ng og'iz bo'shlig'ida iloji boricha antiseptik gellar yoki spreylar yoki masalan o'sha kollageneviy milkni biriktiruvchi to'qimasini o'sha tezroq birikishini ta'minlaydigan gellar bo'ladi. O'sha gellar surtib turilishi tavsiya beriladi shunaqa. Qachon garantiya beriladi? Organizmda masalan, hammada har xil organizm. Kimlardir sahr bor, kimlardadir davleniya bor, kimlardadir masalan yurak kasalligi bo'lishi mumkin. Hammasida qilingan implantatsiya, masalan, qilganmiz, davleniyasi baland bo'lsalar ham, masalan, sahrlari bo'lsa ham, masalan, o'sha vrachlar bilan gaplashib, o'zlarini implantatsiya jarayoni o'tkazganmiz. Ularda qanaqa bo'ladi? Ularda organizmda modda almashinuvi o'zgarib turadi. Masalan, hozir boshqacha bo'lsalar, yoshga, masalan, o'zimda ham. Masalan, men hozir boshqacha organizmda moddalar almashinuvi 10 yildan keyin, 15 yildan keyin, 20 yildan keyin o'zgaradi baribir. Xohlasa odam, xohlamasa o'zgaradi. Qarish jarayoni bo'ladi bu organizmda. Chunki Xudo bergan tishni o'zi tushyapti-da, lekin odamzod qo'ygan tishlar. Shunaqa jarayonlar bo'ladi. Masalan, organizmni o'sha holatida agar saqlab bilsa, hozir xitoyliklarni, yaponiyaliklarni ko'ryapmiz. Masalan, 60 yoshda ham, 70 yoshda ham o'zgarmagan organizm. Ozgina o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin o'zini zdoroviy saqlab bilganda, masalan, asabiylashmagan, har nimaga nerv chiqmagan, masalan, bo'ladi-ku. Agar o'shalarni masalan qilib bilsa, bir umrlik kafolat beriladi. Agar implantatsiya jarayoni qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki masalan muammo bo'ladigan bo'lsa tishsizlik bilan sizda konsultatsiyalarimizga yoziling va bepul konsultatsiyalarimizni oling.